Xo'p, bo'lmasam ko'pchilik o'sha Photoshopni o'rnatmaganligi uchun keyin menda ham o'zimda ham 2021 Photoshop edi uyimda, kompyuterda anchadan beri 20 ni o'rnataman deb yuruvdim. Shu ham mana bir bahona bo'lib qoldi. Mana bir yo'la o'sha o'rnatishdan boshlab darsimizni boshlaymiz. Mana ustanovичный variantini tashlab olganman D diskimga. Mana Adobe Photoshop 2020-yildagi versiyasi. Tak, buni o'chirishlik uchun ana tak internetda o'chirish kerak u. İnternette o'chirmasam ishlarmikan? Tak, internetda o'chirmay попробовать qilib ko'raman. Menimcha o'chirish kerak adashmasam. Xo'p, birinchi bo'lib bu joyda antivirusni o'chirib olishimiz kerak. Bu yerga kirsak, hozir internetda o'chirsam bu problema bo'lib qoladi-da. Tak, hop. Mana Windows bezopasность degan narsa bor. Bu yerdan agar topa olmasak, tak, Windowsga kiramiz, настройкаga kiramiz. Tak, shu yerdamidi ekan? Tak, poist versiyasiga ham chiqadi. Windowsga kirib turib, ruschada безопасность desak, mana chiqdi. Mana уже B deyishimga chiqdi. Mana безопасность. Mana shuni o'chirib qo'yishimiz kerak. Men endi buni umrbodga o'chirib qo'yganman. Shunga ichiga kirganimizdan keyin управление chiqadi. Управлениеga bosib turib, hamma galochkasini o'chirib qo'yamiz. Uni strashniy joyi yo'q. Hammasini o'chirib qo'yaveramiz. O'zi keyin yonib qoladi kompyuterimiz o'chib bo'lgandan keyin. Shuni hammasini o'chirib yoqamizda, keyin internetni o'chiramiz. Internetimiz ulangan bo'lsa, internetni o'chiramizda, keyin mana o'sha sketchat qilgan Photoshopimizni mana bitta bosdi, mana S deyapti. Mana shu joyga mana OK deb bosib yuboramiz. S diskka bosib yuboramiz birinchisini. Hozir mana o'rnatib ko'ramiz. Agar internet ishlamasa Photoshopim, o'sha 5-10 minutga to'xtatib turamiz nima darsligimizni. Keyin o'rnatib bo'lganimdan keyin yana davom ettiramiz. Chunki internetni o'chirish kerak-da. Xo'p, mana загрузка ketdi. Agar menda ishlamagan taqdirda ham xuddi shunaqa ustanovka qilasizlar, ishlaveradi. Menda endi ishlamasligi mumkin internet yonib bo'lganligi uchun. Agar ishlamay qolsa, shunda internetni o'chirib turamiz vaqtincha. Keyin darsimizni davom ettiramiz o'rnatib olganimdan keyin. Mana chiqdi. Misol uchun Photoshop boshqacha versiya bo'lsa va boshqacharoq ustanovka bo'lishligi mumkin. Meniki mana 2020, sizlarga ham agar 2020 bo'lsa, xuddi shunaqa bir xil ketadi hammamizniki. Lekin eski versiyalardagi yoki 2020larda ham boshqacharoq versiyalari o'rnashi boshqacha bo'lishi mumkin. Mana chiqdi, mana C++, ya'ni bu ishlash anaqasi, mana важно deb qo'ygan. O'zi klaus ichida buni ham o'rnatishimiz kerak. Bunga ham galochka qo'yib qo'yamiz. Inglizchani bosamiz mana eng. Keyin mana install. Bunga ham galochka qo'yamiz, inglizchaga ham mana installni ham bosamiz keyin. Mana shu C++ o'sha dasturida ishlaydi Photoshop, shuning uchun shu dasturda ham o'rnatib olish kerak. Kompyuterimiz mana o'sha dasturlarni o'ziga o'rnatyapti hozir. Bu kompyuterga bog'liq. Buni ham o'rnashi, agar
kuchli kompyuter bo'ladigan bo'lsa unaqa kuttirmaydi, tezda o'rnaydi. Agar slabi kompyuter bo'ladigan bo'lsa ancha yevali vaqt kutib qolamiz. Shunda ko'p kutib qolsak, menda bo'lmayapti-yu deb turib X larni bosib boshqa qilib yubormanglar, o'rnaydi, faqat sal ko'proq vaqt olib qo'yadi. Otabaga savol bersam bo'ladimi? Bitta savol bor. Aha, bemalol. Meniki Koray 3 edi, o'shanga qaysi birini o'rnatay demoqchi edim. Koray 3 nechinchi pokoleniya? Unisini bilmayman-da. Windows nechi? Windows nechi? Windows 10 mi, 7 Ma'lum mi? aka, to'g'risi bilmayman-da. Mana Windows nechi? Mana menikida qami manaqa ko'rinishi yo boshqachami? Manaqa pusklari menikida qami? Ha. Xuddi shunaqami? Ha. Xuddi shunaqa bo'lsa Windows 10 ekan. Qayerga olib kelib turib, mishkani o'ng tarafini bossangiz, mana dispetcher zadacha chiqadi mana. Chiqyaptimi sizda ham? Xo'p. Dispetcher zadachaga Ha. kiring. Agar bunaqa narsa chiqmayotgan bo'lsa, mana yerda kichkina подробный degan tugmasi bo'ladi. Shuni bossangiz, mana ular hammasi chiqadi. Подробный deb chiqib turibdimi yoki bo'lmasa manaqa chiqyaptimi? Hali zadachi degan joyi yo'qolib qoldi. Qaysi tugmani bosuvdingiz? Mana bu yerga kelib, mishkani o'ng tarafini bosasiz. Keyin mana dispetcher zadachaga kirasiz. Mana bu chiqmayotgan bo'lsa, mana yerda подробный degan yozuv turadi. Shuni bosib olsangiz chiqadi keyin. Chiqdimi? Yo'q, chiqmadi. Siz bosgan joyi topolmayapman-da, birinchi bosgan joyingiz. Mana-da, mana mishkani mana yerga olib kelib turib, mishkani o'ng tarafini bosasiz. Ha. Bo'ldi. Keyin dispetcher zadachaga kirasiz. Chiqdim endi. Ha, sizniki bilan bir xil chiqdi. Aytda производительность shuni turibdimi? Ikkinchisidagi. Bormi shunaqa narsa? Ha, bo'ldi, kirdim yerga. Kirgan bo'lsangiz, mana CP deb qo'ygan mana. Shuni bosing. Ha. Shu narsa Ha, chiqdi. chiqqan bo'lsa, mana o'sha protsessorda nechiligi yozilgan. Mana meniki Core i5 3-pokoleniya. Sizchi? Xo'p. Mana yerga yozib chiqqan bo'ladi. Xo'p, uni boshqa ko'ramiz. Mana ustanovka qilganimizdan keyin mana C++ o'sha nimasini o'rnatib oldi. Endi manaqa oyna chiqadi. Shu joyda tilni обязательно o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Ruscha qolib ketsa, interfeysimiz ruscha bo'lib qoladi. Keyin o'sha o'zgartira olmaymiz. Yana qayta o'rnatish kerak. Mana inglizcha qo'yamiz. Bu joyda mana xohlasanglar D disk, C disk bo'ladi. Bilsak, kompyuterimizda
mana shu holatda qilib yuborsak ham bo'ladi. Bu holatda продолжить qilib yuborsak o'sha o'zini joyiga boradi. Ya'ni o'zi o'rnaydigan o'sha papka ochib C diskka o'rnab ketadi. Agar buni D ga o'rnatmoqchi bo'lsak, D disk, C disk bo'ladi. Misol uchun kompyuterimiz biror narsa bo'lib qolsa, C diskdagi рабочий stoldagi narsalar o'chib ketadi. D dagi narsalar qoladi. Agar misol uchun biror narsa bo'lib o'chib ketadi, D ga bosaman deydigan bo'lsanglar, bu joydan D deb belgilab qo'yishinglar kerak. Keyin mana продолжitni bossak, o'sha mana ketadi 100% bo'lgandan keyin Photoshopimiz o'rnaydi. Xo'p, menimcha hozir meniki 100% bo'lgandan keyin o'rnamasa kerak, chunki internetim yoniq turibdi. Internetni o'chirish kerak. Xo'p, sizga agar yerdan hozir ko'rsatayotgan joyimdan topa olmayotgan bo'lsangiz, этот kompyuterga borib, mo kompyutermi, этот kompyutermi, shunga borib mishkani o'ng tarafini bosib свойства qilsangiz ham mana chiqarib beradi. Mana azuyim operativniy pamyat 8 GB meniki, protsessor mana Intel Core i5 3-pokoleniyasi, lekin bu joyda SSD video kartalarni ko'rsatmaydi. Shu joydan ham misol uchun bilib olsam bo'ladi kompyuteringiz qanaqa holatdaligini. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bugungi anaqa darsimizning rejasi bormi? Ungacha bir rejasini aytib tursangiz, bugun nima o'tishimiz? Rejasi shu Photoshopda o'rnatish, uni nastroyka qilib olish, to'g'ri. Keyin ulgursak o'sha instrumentlarga ham o'tamiz. Aha. Shuni bir bilaylik. Shu Photoshopda o'rnatish, uni to'g'ri nastroyka qilib olish. Xo'p, mana o'rnagandan keyin yana manaqa narsa chiqadi. Shu chiqqandan keyin yana installni bosib yubormanglar. Bu уже o'rna bo'ldi, lekin baribir chiqaradi. Buni o'rnasanglar yana qayta chiqaradi. Bu уже kerak emas bunga, chunki bizga o'rna bo'ldi Photoshopimiz. Men pustga kirsam уже mana turibdi Photoshop. Men рабочий stolga tashlab oldim. Men kirib ko'raman endi. Agar ishlasa ishladi. Ishlamasa hozir boshqa o'rnataman, keyin yana darsimizni davom etaveramiz. Xo'p, mana o'rnadi Photoshop ham. Internetni ham o'chirishim kerak bo'lmadi. Faqat antivirusni o'chirmaganimda agar aniq ishlamadi. Ba'ziga nimalar internetni ham o'chirmasa ishlamaydi. Bu mana internetni o'chirmasa ham ishlar ekan. Xo'p, mana o'rnadi. Endi o'rnagandan keyin buni birinchi to'g'ri nastroyka qilib olishimiz kerak. Ctrl K ni bosadigan bo'lsak, buni interfeysiga, ya'ni o'sha nastroykasiga kiramiz. Garage klaviaturasi Ctrl K yoki bo'lmasam file tak yo editdami ekan. Mana edit eng pastdagi keyin mana generals. Garage klaviaturasi Ctrl K. Shu Ctrl K bossak bo'ldi, уже chiqaradi bu. Hamma nimada Photoshopda mana Ctrl K ni bosdim, interface chiqdi. Endi bu yerda mana har xil panellar bor, har xil yo'nalishlar bor. Shu joydan mana interface deganiga o'tamizda. Kimdadir Photoshopda o'rnatganda hali ham ko'rdim, bitta bola screenshot tashladi, mana bu holatda turgan, ya'ni oq holatda. Kimdadir shunaqa chiqishi mumkin, kimdadir boshqacha chiqishi mumkin. Buni qora interfeysga qo'yib olaylik. Ya'ni temasini, o'sha nimasini qoraga qo'yib olaylik. Nimaga qoraga qo'yib olamiz? Qoraga qo'yib oladigan bo'lsak, ko'zimizning nurlanishi kam bo'ladi. O'sha qorong'u xonada o'tirsak ham oq interfeysda bo'ladigan bo'lsa, yorug'lik ko'p chiqadi, ko'zimizning nurlanishi ko'p bo'ladi. Shuning uchun eng qorasi, даже mononga ham qo'yib olmaylik, eng qorasiga qo'yib ishlaydigan bo'lsak, ko'zimizning nurlanishi ancha oz bo'ladi.
keyin ancha удобный mana qora interfeysda oqnikiga nisbatan. Qoraga qo'yib olamiz bu joydan. Keyin history degan narsasi bor. Tak, nimaga menda yonmayapti? Yo'q, history emas, mana performance. Hozir bir minut. Xo'p, interfeysdan faqat qora qildik. Keyin mana performance ga kiramizda bu joydan nimani o'zgartiramiz. History status degan narsa bor. Bu menda mana 50 turibdi. Photoshopda yangi o'rnatdim. Shu yangi o'rnatgan holatimda bu 50 turibdi. Значит, уже по умолчанию o'zini настройкасida 50 chiqargan. Bu nima deyilinsa, o'sha Photoshopda ish qilyapmiz. Misol uchun yangi oyna ochdikda ish qilib ketyapmiz. O'sha qilgan ishlarimizni 50 tagacha bu joyda saqlab qoladi. Misol uchun qilib ketdikda 50 ta ish bajardik, misol uchun 50 tani eslab qoldi bu. Endi 51-sini eslab qolishlik uchun birinchi o'sha qilgan ishimizni unutadi. 52-chini 52-chi qilgan ishimizni saqlash uchun ikkinchi qilgan ishimizni unutishni boshlaydi. Xullas kalom 50 tagacha eslab qoladi xolos. O'sha 50 tagacha orqaga qaytishimiz mumkin biz 50 tadan u yog'iga qaytmaymiz. Buni tavsiya beraman 50 tadan past bo'lmasin, chunki o'sha nimadir xato qilib qo'ysak 50 tagacha qaytib olish imkoniyatimiz bor. Agar past bo'lsa 20 bo'lib qoladigan bo'lsa, misol uchun 20 tagacha ham eslab qoladi xolos. Lekin tavsiya beraman buni ko'tarib ham olmasligida. Chunki misol uchun 70 ham normalniy, 70 ham qilsak bo'ladi, lekin o'sha 100 ta tepasiga 100 ta narsani eslab qolishlik uchun kompyuter ham mo'shniy bo'lishi kerak. O'sha qancha ko'tarib yuboradigan bo'lsa, buni nima deydi? Photoshop shuncha ko'p eslab qolish kerak. Keyin o'sha eslab qolishlik uchun kompyuter ham kuchli kompyuter bo'lishi kerak. Shuning uchun tavsiya beraman 50 yo'qsa 70 qilib olaylik. Ovozimda uzilish bo'lsa, internetimda qanaqadir muammo bo'lsa, meni atmetga qilib qatadi, sal-pal HD variantini ham tashlayman. HD variantida xudo xolisa o'sha qatmaydi, muammo bo'lmaydi bunaqa. Ikkala versiyasini gruppaga tashlaymiz, xohlaganinglarni ko'rib olasizlar. Xo'p, internet mikrofonimda yo qanaqadir muammolar bo'lsa, meni username'imni atmetga qilib gruppaga yozsanglar, o'sha joyda ko'raman. Xo'p. Keyin performancedan keyin mana secret disk deganga o'tamiz. Mana C diskda menda galishka turibdi. Photoshopda yangi o'rnatganimizdan keyin mana shu C diskda galishka turadi. Buni D ga qo'yamizda C nikini o'chirib qo'yamiz. Bu nima deyilinsa, o'sha bu joyda mana pustga kirib foiz temp lotinchada mana foiz temp foiz deb turib poisk bersak, enterni bosdim. Mana shunaqa temp degan papka bor. Buni hozir mana joyini ko'ramiz, qancha joy egallaganini. Mana 120 gigabayt hozir mana shu joyda meni joyimni egallab turibdi ekan. Buni hammasi keraksiz narsa bo'ladi. Hammasini ushlab turib, mana delete deb bosib yuboraman, o'zi keraksizlari qoladi mana. Propustit bossak, o'sha keraksizlari o'chmaydi, kerakliklari o'chmaydi, keraksizlari mana o'chib ketadi. Shu mana 120 gigabayt hozir meni joyimni egallab turgan ekan. Bu C diskda tursa mana bunimiz o'sha temp papkani to'ldirib boraveradi. Ya'ni kattaroq ish qiladigan bo'lsak, uni 7-10 gigabayt qilib, o'sha C diskimizni mana 43 gigabayt joyim bor meni C diskimda. Kimlardadir ozroq bo'lishi mumkin. O'shani to'ldirib oxiri o'sha joysiz joy qoldirmaydi o'sha C diskda. Shuning uchun buni D ga qo'yamizda. D da mana joyimiz ko'proq. To'ldirsa ham o'sha D diskimizni to'ldira oladi. Keyin kompyuterimizni ham qatirib qo'ymaydi. Shuning uchun D ga galishka qo'yamizda, C dan o'chirib qo'yamiz. Keyin hamisha mana shu papkani tozalab boraylik. Foiz qilamiz. Mana pustga kirib temp deb yozamiz, foiz. Mana shuni hamisha o'chirib yuraylik. Bu yerda qo'rqadigan joyi yo'q. Hammasini o'chirib olsak bo'laveradi, chunki o'zi kerakli narsalar o'chmaydi.
D diskka galchka qo'yib qo'yamiz. Keyin mana kursor deganiga o'tamizda standartni mana pastidagiga qo'yib qo'yamiz. Bunda rang olayotganimizda, pipetkadan rang olayotganimizda mana bu holatdan ko'ra mana bu holat udobniyroq. Shuning uchun shunga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, keyin uni pastidagiga kiramiz. Mana transparency gamut deb qo'yibdi. Mana kursorni pastida turibdi. Bu joydan endi medium turaveradi bunisi. Buni darkga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni buni rasm kesganimizdan keyin o'sha orqasidagi rangi bu dark, ya'ni qorada tursa, o'sha chekada misol uchun soch yo boshqa tolalari chekalarida oq qolib ketgan bo'lsa, bu agar mana bu lightda tursa yo bo'lmasa mediumda tursa ko'rinmaydi. Shuning uchun darkga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, orqasi qora rangda turadi-da, o'sha soch tolalarini yana ko'rib olsak bo'ladi. Orqasi qoraligi uchun yaxshi ko'rinadi. Qolgan joylariga mana tegmaymiz. Qolgan joylari o'zini nastroykasida qolaveradi. Mana OK deb bosib Photoshop'im mana nastroykasini to'g'rilab oldim. Endi mana yangi oyna ochamiz, farqi yo'q. Mana yangi oyna ochish, mana Create New deb bossak yangi oyna ochiladi. Yangi oyna ochiladi. Bu joyda mana santimetr turibdi. Misol uchun piksel kerak bo'lsa, ko'proq pikselda ishlaymiz Photoshopda. Piksel kerak bo'lsa pikselga, inches kerak bo'lsa inches, santimetr kerak bo'lsa santimetr, millimetr kerak bo'lsa millimetrga bosib, o'sha kerakli o'lchov birligini bosamizda, misol uchun post razmerlari 1080 ga 1080 bo'ladi. Resolution, hop, avval piksel nima, resolution nima, shularni yaxshiroq tushuntirsam. Hop, rasterli grafika bor, keyin vektorli grafika bor. Rasterli grafika nima deyilsa, mana bu chizilganga o'xshagan ayiq, ya'ni mana bu formatdagi ayiq, bu vektorli grafika hisoblanadi. Vektorli grafikada piksellar bilan ishlanmaydi. Shuning uchun buni qancha o'sha yaqinlashtirsak ham, mana buni hozir chizilgan holatga o'tkazib yubordim, haqiqiy vektor formatga o'tkazib yubordim. Buni mana qancha yaqinlashtirsak ham kачествосini o'zgartirmaydi, chunki bu piksel bilan ishlamaydi. Shuning uchun kачествосini bu yo'qotmaydi. Endi mana bu ko'rib turgan ayiq rasmimiz bu rasterli grafika hisoblanadi. O'sha telefonimizda olingan rasmlar, telefon internetdan mana shunaqa formatda qilgan rasmlarimiz rasterli grafika hisoblanadi. Rasterli grafikada piksel bilan ishlanadi. Shuning uchun piksel bilan ishlanganligi uchun mana Photoshopga tashlab oldim hozir. Bu mana piksel bilan ishlanganligi uchun yaqinlashtirsak, mana yaqinlashtirsam, mana kata turbucha ko'payib ketdi, kачествосini yo'qotdi. Mana shu har bitta katak, mana yaqinlashtirsam yana ham kataklar ko'payib ketyapti. Mana shu har bitta katakcha bitta piksel hisoblanadi. Mana shu piksellar mana bir-biriga qo'shilyapti-da, har bitta mana shu katakda o'ziga yarasha mana rangi bor. Mana shu ranglar bir-biriga qo'shilib bizga umumiy bitta vizual, bitta rasm yaratib beradi bu. Photoshopda mana shu piksellar bilan ishlaymiz. O'sha ochayotganimizda o'sha biz shto ko'rsatyapmiz. Mana Create New deb bossam, misol uchun 1080 ga 1080 bu Instagram, Telegram post razmeri, standart razmeri. Mana shu razmerda ish qilib, o'sha Instagram, Telegramga qo'yadigan bo'lsak, pikselda 1080 ga 1080. O'sha Instagram, Telegramga mana shu razmerda post qilsak, shunday chiqaradi, problema bo'lmasdan. Endi resolution
Resolutionni pikselda misol uchun 1080 ga 1080 yoki 1500 ga 1500 qilyapsak, 300 qilaveramiz. Bu resolution nima deyilsa, resolution ya'ni qilayotgan ishimizni sifatini bitta duyumda nechta piksel joylanganligini bildirib beradi. Misol uchun oddiy qilib tushuntira beradigan bo'lsam, 1 santimetrda nechta millimetr borligini shu joyda belgilaymiz. O'zi aslida 1 santimetrda 10 millimetr bo'ladigan bo'lsa, biz buni 10 millimetr emas, misol uchun 1 santimetrda 100 millimetr qilib oladigan bo'lsak, ya'ni kачествоsi yana ham oshadi ishimiz. Misol uchun kamroq qiladigan bo'lsak, 100 yoki 50 qiladigan bo'lsak, unda internetdan sketchat misol uchun 10 yoki 20 megabaytli rasmlar ham bo'ladi, kачествоsi tiniq. Shunaqa rasmlarni sketchat qilib turib, mana shu pixel resolutionni misol uchun 50 yoki bo'lmasam 70 yoki 100 qilib ochib turib, o'sha kачествоsi bor rasmimizni tashlasak ham, rasmi o'sha ishimiz tiniq chiqmaydi. Chunki biz bu joyda resolutionni oz qilib qo'ygan bo'lamiz. Misol uchun mana 50 qilib ochdim. Endi mana buni rasmda har qalay kачествоsi bor edi. Shuni mana tashlaydigan bo'lsam, mana uncha kачествоsi yo'q mana o'sha. Mana bundan oldin mana qancha yaqinlashtirdim uni kataylarni chiqarishlik uchun, endi mana uncha yaqinlashtirmasam ham yana kataylari piksellar chiqib ketyapti. Chunki men bu joyda ochayotganimda buni resolutionini oz qilib qo'ydim. 1080 ga 1080 o'sha Instagram, Telegram post razmer qilayotganimizda buni resolutionini 300 qilib qo'yamiz. Lekin shu joyda bitta narsaga ahamiyat beramiz. Misol uchun kattaroq razmerda ish qilyapmiz. Aytaylik, santimetrda, misol uchun ko'chadagi billboard razmerlari 600 ga 6 metrga 3 metr bo'ladi. 6 santimetrga 6 metrga 3 metr bo'ladi, ya'ni santimetrga 600 ga 300. Endi buni 300 qilib resolutionni ochadigan bo'lsak, uje mana hech qanaqa ish qilmadim. Hech qanaqa mana prosta oyni ochdim, hech qanaqa ish qilmadim. Uje mana 45 gigabayt meni joyimga egallab turibdi mana shu ishim. Chunki bu pikselda mana 180 mingga 90 ming piksel bo'lib ketdi. Ya'ni biz katta pikselga katta resolution ochib olyapmiz. Shuning uchun mana hech qanaqa ish qilmadikda uje 45 gigabayt joyimizni egallab oldi. Endi bu oynada hech qanaqa ish qila olmaymiz. Hozir OK qilib turib birorta ish qilsam uje kompyuterim tashlab yuboradi. Bunaqa ishlarga samo saboy bunaqa katta resolution ochmaymiz, 50 yoki 70 qilib pastroq resolutionni ochamiz. Razmer qancha kattalashgan sari resolutionni shuncha ozaytiramiz. Razmer yoki piksel shuncha kichaygan sari resolutionni shuncha kattalashtiramiz. Xo'p, mana 1080 ga 1080 qilib mana oyna ochib olyapman. Resolutionni mana 300 qilaman. OK qilib ochdim. Endi bu tarafda mana instrumentlar paneli joylashgan. Mana shu hammasi Photoshopda instrumentlar paneli. Qaysidir o'chiradi, qaysidir chizadi, qaysidir tekst yozadi. Buni hammasiga alohidadan to'xtalib o'tamiz. Bu tarafda bo'lsa yana o'sha o'zimizga kerakli narsalar bor. Lekin ayrimlari mana Photoshopda o'rnatdim, o'zini nastroykasi bo'yicha chiqyapti. Bu yerda bizga kerakli narsalar bor. Buni to'g'rilab olishimiz kerak. Buni mana hammada har xil chiqadi. Keyin buni keyinchalik ham o'zimizga moslab, yana hozir o'rgataman. Undan tashqari yana o'zimizga udobniy qilib, nima deydi, nastroyka qilib olsak bo'ladi. Men o'zimdan kelib chiqib turib nastroyka qilib olaman buni. Sizlar ham shunaqa qilib olinglar. Keyinchalik misol uchun sizlarga yoqmadi u nastroyka, o'zingizlarga xohlaganda yana nastroyka qilib olsanglar bo'ladi. Misol uchun buni bu yoqqa qo'yib, bunga mana buni qo'shib, ikkalasini bu yoqqa qo'yib qo'yib, mana instrumentlar toolbarda bu joyga qo'yib, misol uchun bu narsani bunga qo'shib qo'yib, bularni mana kichaytirib, xullas kalom xohlagandaqa nima deydi, nastroyka qilib olsa bo'ladi buni. Misol uchun bularga buni qo'shib, buni ichiga buni qo'shib, xullas xohlagandaqa buni nastroyka qilib olsa bo'ladi. Bu joyda mana tayyor mana o'zi nastroykalar ham bor. Graphic and Web ga kirdim mana. Xo'p, bu joyda bossak mana har xil o'zi tayyor nastroykalar bor. Motion, ya'ni o'sha motionga kirsak, mana motionga moslab beradi nastroykani. Tipografiyaga kirsak, mana tipografiyaga moslab beradi. Graphic and Web mana.
Xo'p, shu joyda mana grafik end webga qo'ydim. Endi bizga shu joyda mana kerakli va keraksiz narsalar bor. Keraksizlari xo'p, charakter qoladi, paragraf qoladi. Bunisini mana kerak emas. Mishkani o'ng tarafini bosamizda close mana yo'qotib yuboramiz. Xo'p, bu joydan proports bo'limi bizga kerak. Buni ushaymanda, ushab turib, mana paragraf, charakter degan joylarga olib borsam, mana ko'k hoshiya chiqyapti. Shu joyda mana qo'yib yuborsam, uchalasi mana bitta qatorda bo'lib qoladi. Tak, layer compass kerak emas. Mishkani o'ng tarafini bosib, close qilib yuboramiz. Library ham kerak emas. Mishkani o'ng tarafini bosib, close qilib yuboramiz. Endi mana layerlar bo'limi kerak bizga. Tak, mana u ham kerak emas. Mishkani o'ng tarafini bosib close qilib yuboramiz. Tak, color, ranglar ham kerak emas. Colorda ham mana mishkani o'ng tarafini bosib close qilib yuboramiz. Endi mana history qoldi bu joyda faqat. Bu history har bitta qilgan ishimizni yozib boradi. Ya'ni haligi joyda 50 ta qo'ygan edik-ku. Mana shu 50 tani nima qilganimizni, vazifamizni mana shu yerga kirib polni ko'rib olsak bo'ladi. Misol uchun mana rectangle chizdim. Men rectangle chizding deb chiqib turibdi. Misol uchun men text olib yozdim. Text yozding deb chiqdi. Shunaqa qilib mana har bitta ishimizni yozib boraveradi bu. 50 ta qo'ygan bo'lsak, haligi joyda 50 tagacha yozadi. 70 ta qo'ysa 70 tagacha yozadi. Xo'p, bu demak kerakli narsa, shuning uchun bu history shu joyda qoladi. Tak, endi Windowsga kiramizda, agar sizlarda mana bu narsalar chiqmayotgan bo'lsa, mana shu Windowsdan yoqib olsanglar bo'ladi. Misol uchun charakter chiqmayapti. Windowsga kirasizlarda charakterni bosasizlar. Tak, charakter mana. Yoki bo'lmasa paragraf chiqmayapti, Windowsga kirib paragrafni bosib paragrafni bosasizlar, mana menda yo'q bo'lib ketdi. Hozir yana qayta bossam chiqadi. Paragrafni bosdim. Bu chiqqanda ham misol uchun bu joyda chiqishi mumkin yoki bo'lmasa bu joyda chiqib qolishi mumkin. O'shaysizlarda mana yerga qo'yib qo'yasizlar mana. Va olib borsak o'zi ko'k hoshiya chiqadi, o'sha joyga qo'yib yuboramiz. Tak, endi yana bizga kerak bo'ladi. Windowsga kiramizda adjustment panelini yoqamiz. Adjustment juda ham kerak narsa. Buni yoqib qo'yishimiz kerak. Adjustment tushimizda mana tepaga o'sha paragraf, proports, charakter bo'limlariga o'tkazib qo'yamiz. Buni stylisi kerak emas, buni close qilib yuboramiz. Xo'p, shunda menda tepada birinchi bo'lib charakter turibdi, ikkinchisida mana paragraf turishi kerak, paragraf turibdi. Uchinchisida proports, to'rtinchisida mana adjustment turibdi. Endi Windowsga kiramizda brushlar bilan ko'p ishlaymiz. Brush settingni yoqib qo'yamiz. Men brush settingni yoqqanimdan keyin brush va brush setting chiqdi, ikkalasi ham mana bu joyda chiqdi. Buni ushlaymanda mayda mana layerlarni oldiga tashab qo'yaman. Buni ham, buni ham. Mana tepada mana shu to'rala narsa, pastda layerlar, brush va brushning nastroykasi. Mana shu narsalar bizga kerak. Qolgani narsalarni misol uchun ishlash davomida o'zimiz nimaligini tushunib yetganimizdan keyin, ha bu narsa kerak ekan. Значит, buni mayra qo'yib qo'yaman. Bu kerak emas ekan, buni o'chirib tashlasam bo'lar ekan deb o'sha ishlash davomida tushunganimizdan keyin yana o'zimizga kerakli nastroyka qilib olamiz. Endi mayra kiramizda bu joyda mana tayyor nastroykalar bor edi. Mana shu qilgan nastroykamizni endi saqlanib qilib qo'ysak bo'ladi. Mana men nastroykamni o'zimga moslab oldim. Endi shu joyga kiramanda new workspace. Shuni bosaman, bu joyga misol uchun nomlab qo'yamiz. Back setting deb qo'ydim men. Save deb bosaman. Shu joyda mana back setting deb mana nastroykam saqlanib bo'lib qoldi. Misol uchun ishxonadagi kompyuterimiz yoki o'zimizning kompyuterimizga kimdir boshqasi o'tirdi-da, Photoshopda nastroykasini buzib oldi. Misol uchun bunaqa qilib tashadi yoki bo'lmasa ishlash davomida o'zimiz buzib qo'ydik. Bunday qilib qo'limiz tegib ketdi yo boshqa narsa bo'ldi, buzilib ketib qoldi. Yoki bo'lmasa mana bu narsalarimiz mana bekilib ketib qoldi. Shu joyda mana bitta kiramizda endi reset qilib olsak, o'sha nastroykamiz mana reset back setting. Shuni bosadigan bo'lsam, o'zimning nastroykam yana qaytib kela oladi. Shuning uchun обязательно buni to'g'rilab bo'lganimizdan keyin saqlanib qilib qo'ysak, ha deb buni endi taxlab yurmaymiz yana. Nimadir misol uchun bekilib ketib qoldi yo boshqa bo'lib qoldi, reset qilib yuboradigan bo'lsak, yana birinchi nastroykamizga qayta olamiz. Xo'p.
hozir gruppaga rasmlar tashlab qo'yaman, onlayn ko'rayotganlar. O'sha rasmni sketchat qilasizlar. Hop, kimda qatyapti, kimda qanaqa gruppani mana endi o'qidim. Bu darajada qatmardi, lekin ko'rib bo'lmaydigan darajada. Menimcha sizni internetingizdan bo'lsa kerak u. S diskim уже to'lib ketibdi meni. Mana S diskimda 5 GB joy qolgan edi hozir. Chunki haligi tempapga уже to'lib ketgan ekan. Endi mana o'chirib tashladim, 44 GB mana joyim bo'shadi. Shuning uchun o'sha Photoshopda shunaqa peli bor, S disk to'ldirib tashlaydigan. Sizlarda ham shunaqa bo'lib muammo bo'lib, kompyuterlar qotayotgan bo'lsa, u shundan bo'ladi. Xato qarab qo'yasizlar shu joyiga. Hozir tashlagan rasmlarimizni sketchat qilib olsak. Hop, mana yangi oyna ochyapman. Yangi oyna ochishda aytdim. Endi Photoshopga rasm tashlash. Hop, birinchi usuli mana open deb bosib turib, misol uchun rasmimiz qayerda bo'lsa, загрузка fayli bo'lsa, загрузка internetda Telegramdan sketchat qilgan rasmlarimiz mana shu загрузкада Telegram Discord mana shunaqa papka ochilib qoladi, shu joyga tushadi. Telegramdan sketchat qilgan rasmlarimiz. Endi misol uchun рабочий stol bo'lsa, рабочий stol o'sha tanlab olamiz. Misol uchun menga mana rasm kerak. Открыть bossam mana ochiladi. Ikkinchi usuli bo'lsa, o'sha mana
Photoshopda bunday turgan bo'lsa, mana bu yerda mana sverlut, ya'ni o'sha oynani pastga tushirib qo'yishni bossak, mana Photoshopimiz pastga tushib ketadi. Endi misol uchun bizga keraklik o'sha papkani topib o'sha rasmni oldiga borib olamizda, mana shu rasmni ushlab qo'yib yubormasdan tortib Photoshopga boramizda, qo'yib yuboramiz mana. Mana ochildi. Mana shu mana ikkinchi usuli, qaysi udobniy bo'lsa, o'sha tarafdan qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam Ctrl O, ya'ni open. Mana file, mana open deb bosamizda, kerakli rasmni bosib turib открыть deb bosadigan bo'lsak, mana ochib oladi. Endi mana shu joyda bitta narsa bor. Mana pastga tushirib qo'ydim Photoshopda. Endi bu rasmni men yangi oynaga ochib olmoqchiman, misol uchun. O'shaymizda Photoshopga olib borib turib, endi mana bu yerga tashlab qo'yadigan bo'lsam, o'sha yangi oynaga ochmetda mana shu joyda o'ziga tashlab qo'yadi. Endi bizga bu kerak emas. Yangi oynaga tashlashimiz kerak. Uning uchun olib boramizda bu yerga emas, mana tepaga olib borsak, mana kopirovание degan yozuv chiqdi. Shu joyga kelganda mana qo'yib olamiz. Mana tushunarliga. Tak, endi mana shu rasmni tashlab oldim. Mana instrumentlarni birinchisidan boshlaymiz. Mana Move Tool. Garage klaviaturasi buniki V deb o'zi. Mana shu o'zi olib borsak, qaysi instrumentga olib borsak, o'shani garage klaviaturasini chiqarib beradi mana. Bu o'sha garage klaviaturasi, ya'ni misol uchun boshqa instrumentda turibman, V deb bossam o'sha Move Toolga o'tib ketaman. Garage klaviaturasi V. Xo'p, qaysi instrumentni olsak, tepada mana o'zini nastroykalari chiqib keladi mana. Misol uchun boshqa mana instrumentlarni olyapman, o'sha tepada o'zini instrumentlari mana chiqib kelyapti. Xo'p, Move Toolda ham mana o'zini instrumenti bor, o'sha nastroykasi bor. After Select dedi yoniq turibdi bu. Keyin mana Show Transform Controls o'chik turibdi. Buni tushuntirib berishlik uchun mana hozir sizlar takrorlamay turinglar. Xo'p, After Select o'chik bo'lsa nima bo'ladi? After Select o'chik bo'lsa, yoniq bo'lsa, misol uchun bu rasmni ushlasam buni ushlaydi. Misol uchun ish qilyapmiz, rasmlarimiz ko'p. Bu rasmni ushlasam buni ushlaydi, bu rasmni ushlasam buni ushlaydi. Biz kalom qaysi rasmga tegsam o'shani ushlaydi. After Select o'chik bo'lsa, endi buni misol uchun buni ushlasam buni ushlaydi, lekin buni ushlasam, mana bu rasmni ushlamoqchiman, buni ushlamaydi. Qachonki mana layerlar bo'limidan ushlaydigan bo'lsak, o'shanda ushlaydi mana. Bu agar bu After Select o'chik bo'lsa, ishimiz sekinlab ketadi. Shuning uchun After Select hamisha yoniq tursin. After Select yoniq turgan holatda mana qaysi rasmni ushlasak, o'shani bosamiz mana. Endi Show Transform Controls. Bu o'chik bo'lsa, mana yoniq bo'lsa, mana chekkadagi hoshiyalarni chiqarib beradi. Ya'ni men bilamanki endi mana shu rasmni ushlab turganim. Bu o'chik bo'lsa, mana chekkadagi o'sha hoshiyalarni chiqarib bermaydi. Misol uchun bu rasmni ushladim, lekin konkretni bilmayapman, shu rasmni ushlab turganim. Buni yoniq tursa, o'sha bilamiz, chekkada mana hoshiyalarni chiqarib beradi, ko'k hoshiyasini. Qaysi rasmni ushlab turganimizni endi bilamiz. Bu toolning vazifasi shu rasmlarda joyini surib berish. Ya'ni bu rasmni bu yoqqa, bu rasmni bu yoqqa, bu rasmni bu yoqqa, shu joylarni surib berishda vazifasi buni. Lekin bu qaysi instrumentni ishlatganimizdan qat'iy nazar, misol uchun birorta instrumentni ishlatib bo'lganimizdan keyin обязательно Move Toolga o'tib olamiz. Chunki misol uchun bu instrumentda turgan yoki bo'lmasa bu instrumentda turgan holatda rasmlarni joyini siljita olmaymiz. Shuning uchun ishlatib bo'ldikmi, обязательно Move Toolga o'tib olamiz. Xo'p, mana historyga kiraman, mana hamma ishlarimni yozib bordim mana. Mana boshiga qaytib olaman mana. Open deb bossak ham bo'ladi, yoki bo'lmasa bunga bosib mana boshiga qaytib olamiz. Xo'p, Move Toolning vazifasi shu. Endi ikkinchi instrument Rectangle Mercury Tool. Buni vazifasi nima? Mana misol uchun chizdim. Endi shu chizib olgan joyimni Ctrl J deb bossak ko'paytirib olishim mumkin. Mana Ctrl J deb bosdim. Mana pastdagini mana background degani mana ko'zini o'chirib qo'yapman.
Endi mana o'sha kesib olgan narsamni ko'rishinglar mumkin. Ctrl J bilan ko'paytirib olsak ham bo'ladi. Misol shu mana chizdim. Mana shu joyda ko'paytirib olishim kerak. Ctrl J deb bossam ko'payadi. Ko'paytirishga ishlatsak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, misol uchun aynan mana shu joyda qanaqadir ish qilmoqchiman. Mana shu belgilagan joyimda qanaqadir ish qilmoqchiman. Misol uchun hozir chalg'imay turamiz. Brashlar mavzusini hali o'tmadim. Misol uchun brashda mana shu joyga qanaqadir narsa chizmoqchiman. Shu joylarga ham ishlaydi. Endi mana bu yoqqa chizaman, mana bu taraflarga chizyapman, chizmayapti. Chizmayapti. Bu joyga chizsam chizadi. Ya'ni o'sha bitta joyga qanaqadir ish qilmoqchimiz, o'sha joyda ham belgilab olib turib ish qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam ko'paytirishga ham ishlatsak bo'ladi buni. Buni olganimizdan keyin mana buni ham tepasidan o'zini nastroykalari chiqyapti. Mana chizdim, misol uchun endi xuddi shunga yana qo'shimcha tarzda chizmoqchiman. Buning uchun mana buni bosib olaman. Bu qo'shib beradi, ya'ni mana sichqoncham uchi qo'shuv bo'lib qoldi mana kichkina bo'lib. Mana buni bossam yana mana shunga qo'shimcha tarzda yana chizib ketadi. Oldidagi bo'lsa ayriydi. Misol uchun keraksiz joylarni mana ayirib tashlasak bo'ladi. Xo'p, endi uni pastdagi, endi buni qilib bo'lganimizdan keyin, misol uchun Ctrl J ni bossak, o'zi avtomatik tarzda o'sha chekalari yo'qoladi. Endi buni misol uchun Ctrl J emas, boshqa ish qildikda buni yo'qotishimiz kerak. Deselect degan narsa bor. Select bo'limiga o'tsak, mana deselect garage klaviaturasi Ctrl D. Iloji boricha mana shu garage klaviaturasidan o'rganaveraylik. Mana deselect dedimmi, uje Ctrl D ni bosaveramiz. Ctrl D bilan bosib turib D ni bossam o'sha narsalar yo'qoladi. Chizdim, Ctrl D yo'qoldi. Chizdim, Ctrl D yo'qoldi. O'sha Ctrl D deb bossak o'sha narsa yo'qoladi. Hop, Ctrl D ni bosib yo'qotib oldimda, endi uni pastidagi instrument elliptical mercury. Bu ham xuddi shunaqa ko'paytirgan ishlatsak ham bo'ladi, yoki bo'lmasam qanaqadir ish bajarmoqchimiz shu yerda. O'shani misol uchun shu joyni chizib turib, ya'ni qanaqadir vazifa bajarayotgan bo'lsak ham shu joyni belgilab turib qilib olsak ham bo'ladi, yoki ko'paytirishga ishlatsak ham bo'ladi. Misol uchun shu joyni mana chizdim, Ctrl J ni bossam, mana ko'payadi. Pastdagini ko'zini o'chirib qo'ydim, mana ko'rishinglar mumkin. Ko'paytirib olganim. Xo'p, endi bu ham xuddi shunaqa, misol uchun chizdik, shunga qo'shimcha tarzda chizmoqchi bo'lsak, mana oldidagini bosib qo'yamiz. Qo'shimcha tarzda chizib ketadi, yoki bo'lmasam ayirmoqchimiz, bunga bosib qo'yamizda mana ayiramiz. Xo'p, buni ham xuddi shunaqa chizganimizdan keyin Ctrl D ni bosib yo'qotsak bo'ladi. Tak, endi uni pastidagi instrument, bu ham kesishga ishlaydi. Lasso, garage klaviaturasi L. Mana birinchisidagini olyapman. Bu qanaqa ishlaydi? Lasso xuddi ruchkani singari ishlaydi. Mana olib turib, mana chizib tashlayman. Qo'yib yuborsam, mana uchlari birlashib qoladi. Misol uchun mana bu toshni o'zini chizib olmoqchiman. Xo'p, yaqinlashtirib, uzoqlashtirishni aytsa o'tmadim hali. Yaqinlashtirib, uzoqlashtirish. Altni bosamizda, altni bosgan holatda sichqonchani o'rtasida roligi bo'ladi. O'sha roligini tepaga qilsam yaqinlashadi. Pastga qilsam uzoqlashadi. Yaqinlashtiryapman, uzoqlashtiryapman. Mana shu oson yo'li. Ikkinchi sal qiyinroq yo'li bor. Ctrl ni bosamizda, plusni bossak uzoqlashadi, yaqinlashadi, minusni bossak uzoqlashadi. O'sha numeratsiya tarafdagi plus minusni bossak ham bo'ladi, tepadagi plus minuslarni bossak ham bo'ladi. Plusni bossam uzoqlashadi, minusni bossam, plusni bossam yaqinlashadi, minusni bossam uzoqlashadi. Bu lekin unaqa udobniy emas. Shuning uchun iloji boricha mana altni bosib, o'sha rolig orqali boshqaraylik. Altni bosamizda sichqonchani roligini tepaga qilyapman, uzoqlashyapti, pastga qilyapman, uzoqlashadi. Tak, endi misol uchun bu joyda ish qilyapmiz, chaproqqa yoki bo'lmasam o'ngroqqa surishim kerak. Uning uchun mana bularni boshqarsak ham bo'ladi, lekin bu ham juda ham neudobniy. Buni oson yo'li probelni bosamizda, probelni bilamiz hammamiz, eng uzunchoq tugma.
Probelni bosgan holatda mana sichqonchani bosib, qayoqqa kerak bo'lsa o'sha tarafga tortaveraman mana. Sichqonchani qo'yib yuborib, probelni bosib qo'yib yuborsam mana o'sha ushlab turgan instrumentimizga o'tib ketaveradi. Probelni bosaman, xohlagan joyimga qo'yib olaman. Probelni bosaman. Oson juda ham. Qo'limiz kelguncha endi qiynalamiz. Boshida men ham o'sha Photoshopda boshlamaganman, Corel Draw degan programmada boshlaganman, grafik dizaynni. Keyin Photoshopga kirgandan keyin qo'lim kelib olguncha ancha qiynalganman. Qo'limiz kelib olguncha balki qiynalamiz. Mana shu yaqinlashtirib, uzoqlashtirish, chapga o'ngga qilishda iloji boricha ko'proq praktika qila olaylik. Shunga qo'limizni keltira olaylik. Yaqinlashtirib, uzoqlashtirib, chapga o'ngga qilib. Xo'p, endi mana lassoni olamizda, misol uchun yaqinlashtirib, mana shu toshni kesmoqchiman. Misol uchun mana shu toshni kesmoqchiman, bunday qilib atrofini ruchkada chizgan singari mana sichqonchani boshqaraman mana. Buni ham xuddi shunaqa, misol uchun chizdikda, qo'shimcha tarzda mana bu joyga chizishim kerak. Xuddi shunaqa buni ham mana qo'shuvi bor, ayruvi bor, qo'shuvni bosib qo'shsak bo'ladi, yoki bo'lmasam ayruvni bosib ayirib tashlasak bo'ladi. Xo'p, lassoni pastidagi poligonal lasso tool bu sal boshqacharoq ishlaydi. Buni tochkalar bilan mana bitta bosib, mana bosib chiqishimiz kerak. Ruchkani singari ishlamaydi, sal boshqacha. Misol uchun men chizib ketyapman. Probelni bosaman-da, sichqonchani bosib, mana xohlagan joyimga qo'yib olib, probelni va sichqonchani qo'yib olaman. Mana shu holatda mana keta olamiz. Endi ko'p programmalarda bilsak, ishlagan bo'lsak yoki bo'lmasam o'sha juda ham ko'p programmalarda Ctrl Z ni bossak orqaga qaytadi. Bunda orqaga Ctrl Z ni bosadigan bo'lsak orqaga qaytmaydi. Buni orqaga qaytishligi uchun misol uchun mana shu joygacha chiroyli qilib chizib ketdimda, shu joyga kelganda mishkan bu tarafga bosilib ketib qoldi. Endi Ctrl Z ni bossam orqaga qaytmaydi. Orqaga qaytish uchun backspace, ya'ni o'chiradigan tugma bor-ku, shuni bosamiz, backspace. Mana o tugma enter tepasidagi backspace. Mana shuni bossak orqaga qaytadi. Mana o tugma backspace. Mana shuni bossak orqaga qaytadi. Mana misol uchun chizib ketyapman. Bekka kelganda, misol uchun oxirroqqa kelganda mishkan bu tarafga bosilib ketib qoldi. Backspace'ni mana necha marta bossam, shuncha marta mana orqaga qaytarib beradi. Men misol uchun mana bu toshni chizdim. Xuddi shu qolgan holatda endi mana bu toshni ham chizmoqchiman. Buning uchun mana uni bosib qo'yaman. Qo'shimcha tarzda, shunga qo'shimcha tarzda chizadi. Agar buni bosib qo'ymaydigan bo'lsam, chizsam yana yangi chizma chizib oladi. Shuning uchun bunga qo'shimcha tarzda chizmoqchi bo'lsak, buni bosamizda mana keta olamiz. Chizib bo'lganimdan keyin mana uchiga olib borsam, mana sichqoncham uchi boshqacha bo'lyapti. Bosib qo'yamiz, mana uchlari birlashib qoladi. Endi Ctrl J qiladigan bo'lsak, mana ko'paydi mana. Xo'p, endi lassoni keyingisi bu eski versiyalarda chiqmaydi. Adashmasam 2018 yoki 17 ning tepasiga bo'lsa kerak bu. Magnet lasso tool. Bu bo'lmasa ham unaqa важный instrument emas, kamdan kam ishlaydigan instrument bu. Bu ishlashligi uchun mana yaqinlashtiramizda bitta bosib qo'yamiz va shunchaki sichqonchamizni yurgizamiz.
yurgizsak mana bu o'zi analiz qilyapti, mana chegaralarni o'zi bilib, mana o'zi avtomatik tarzda chizib ketyapti. Bu lekin ideal chizmaydi, mana уже xato qilishni boshladi mana. Shuning uchun bu kamdan kam ishlatiladigan instrument, chunki ruchnoy qirqqanimiz yaxshi. Men olib bordim, uchlarni birlashtirib qo'yaman, mana ideal ishlamadi, mana bu joylarda qolib ketib qoldi, mana bu joylarni ichkari kirgizib yubordi. Xullas kalom, juda ham kamdan kam ishlaydigan instrument. Xo'p, endi mana tashlagan rasmlarimni, bugun tashlagan rasmlarimni mana mashina va bolalar ham kerak emas даже. Mana shu 3 ta rasmni uchalasini ushladim. Ctrl ni bosib ushlasak bo'ladi uchalasini. Photoshopga tashlaymizda. Photoshopga tashlab, mana shu lassoni eng udobnisi mana lasso, poligonal lasso tool. Shuni olamizda mana yaqinlashtirib, mana mashinani atroflarini mana kesib chiqamiz. Probelni bosib, sichqonchani bosib, mana o'zimga kerakli joyga qo'yib olyapman. Yana sichqonchani ham probelni ham qo'yib yuborib, ishimni davom ettiryapman. Misol xato qilib qo'ydim. Mana bunday bo'lib chizilib ketib qoldi. Backspace'ni bosib, orqaga qaytib olaman mana. Men endi tezda chizib ketyapman. Buni mana nuqtalarni kam qo'yib, mana shuni hafsala qilib chizsak, ideal kesiladi rasmimiz. Bu joydan boshlab chizishni boshlaganimda shu yerga kelib turib, men uchlarni birlashtirib qo'yaman. Mana select holatiga o'tadi. Mana buni endi Ctrl J ni bossam, mana ko'payadi. Mana pastdaginisini ko'zini o'chirib qo'ysam, mana ko'rishim mumkin. Men multulga o'tib oldim. Ko'rishim mumkin endi men qaysi holatda chizganim. Shu holatda mana screenshot qilamiz. Print screen degan tugma bor klaviaturamizda. Mana ayrimlarda misol uchun boshqa joyda joylashgan bo'lishi mumkin. Mana shu print screen ni bossak, screenshot bo'ladi. Print screen ni bosamizda, gruppamizga o'tib turib, Ctrl bilan V ni bosadigan bo'lsak, вставить, ya'ni сжатие qilib, ya'ni fayl emas, oddiy rasm holatda, mana shu holatda mana tashlab yuboramiz. Bu домашний задание bo'ladi. Mana shu 3 ta rasmni toshlarni kesib, mana shu 2 ta rasmni kesib, mana shu lassolar bilan ishlab, uchalasi mana 3 ta instrumentni o'tdik. Motor, mana turbuchey chizadigan va yumaloq chizadigan va lasso. Mana shu lassoni ichidagi eng keraklisi bizga poligonal lasso tool. Mana shuni ishlatgan holatda mana shu 3 ta rasmlarni kesib chiqamiz mana. Hafsala qilib, oq joylari qolib ketmasin. Shunda chizayotganda ozgina ichkariroqdan chizsak bo'laveradi. Misol uchun ozgina, juda ham ozgina mana. Misol uchun sal teparoqdan chizadigan bo'lsak, mana oq joylari qolib ketib qoladi. Keyin uni yana qayta o'chirib chiqish kerak. Shuning uchun juda ham ozgina ichkaridan chizsak, unaqa bilinmaydi. Ozgina ichkaridan chizib ketaveramiz. Tashqariga chiqib ketib qolmasin chizayotganimiz. Shu holatda chizib, bu домашний задание bo'ladi. Mana shu 3 ta rasmni qirqamiz. Chizib bo'lganimizdan keyin mana misol uchun chizib ketyapsizlarda
mana bu joyga kelganimizdan keyin nimadir bo'lib turib sichqonchani 2 marta bossak, buni uchlari birlashib qoladi. Agar shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, bizniki ham, misol uchun mana chizib ketyapmiz, 2 marta bosilib ketib qoldi. Endi mana qo'shuvni bosamizda shu joyda yana davom etib ketsak bo'laveradi. Shunga yana qo'shimcha tarzda chizib ketadi mana. Yoki bo'lmasam aytaylik chizib oldikda qayerlardir qolib ketdi. Unda mana minusni bosamizda keraksiz joylarni mana belgilab ayirib tashlaymiz mana. Shu holatda mana lassolarni ishlatib boshqa rasmlarni ham iloji bo'lsa bundan tashqari boshqa rasmlarni ham kesishga harakat qilib kesib ko'raylik. Bugungi darsimiz bo'yicha savollar yo'q bo'lsa, darsimizni mana yakunlayveramiz. Mana shu joygacha o'tdik, mana lassogacha. Hop, mana lassogacha o'tdik. Shuni ishlatishda o'rganib, kesgan rasmlarimizni skrinshot qilib gruppaga tashlaymiz. Hop, kanal ochamiz. O'sha kanalga darslarimizni videosini tashlayman. Hozir mana o'sha birinchi darsligimizni Telegram variantini tashab qo'yaman. Ertaga HD varianti, ya'ni tiniq variantini tashab qo'yaman. Hop, darsimiz 9 da boshlangan bo'lsa, soat o'zi 10 bo'libdi. Shunda darsimiz hali yakunlanmagan bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, darsimiz yakunlanmabdi. Hop, darsimiz boshlang'ich paytda 1,5 soat, 2 soat bo'ladi. Keyin o'sha SMM postlarni qilishga o'tganimizdan keyin, SMM o'sha darsligimiz tugagandan keyin xoh u 2,5 soatda tugasin. Misol uchun kimdadir savollar bo'lib qoldi, yo o'xshamay qoldi. Misol uchun kimdadir o'sha kunlari misol uchun 2,5 soatda tugasa 2,5 soat. 1 soatda tugasa 1 soat. Shunaqa davom etaveradi darsimiz. Mana bugun o'sha yakunlaymiz deb o'ribman men, lekin hali dars vaqtimiz bor ekan. Yana davom etamiz. Xo'p, mana lassoda shu holatlarda mana kessak bo'ladi. Endi lassoda ikkinchisi, lassoda taydagi instrumentlarga o'taman. Mana buni oynalarni mana shu holatda boshqarsak bo'ladi. Bunisiga o'tib, bunisiga o'tib, tak toshga o'tib, mana boshiga qaytib olaman. Endi uni pastidagi lassoda pastidagi instrument Object Selection Tool. O'zi 9 da emas, sal ertaroq qilsak bo'lar ekan darsimiz. Juda ham cho'zilib ketib qolar ekan. 9 da boshlangan darsimiz 11 da tugashlik kerak. Hop, Object Selection Tool bu qanaqa ishlaydi? Bu ham eski versiyalarda yo'q. 2017 ni tepasiga yo'q bu. 2017 ni pastiga yo'q. Adashmasam 17 da ham yo'q. Bu 2018 larda bo'lsa kerak. 2018 Photoshoplarda. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi? Buni misol uchun mana shu joyda mana har xil toshlar turibdi, har xil obyektlar turibdi. Misol uchun men mana shu toshni o'zini kesib olmoqchiman. Mana shu instrumentni olamanda, mana bunday qilib tortsam, mana Photoshop o'zi analiz qiladida, nima kesmoqchi bo'lganimni bilib, mana kesib beradi, ushlab beradi. Mana ushlab berdi. Endi buni ham xuddi shunaqa mana plusi, minusi bor. Xuddi shunga qo'shimcha tarzda, ya'ni qanaqadir toshni ushatmoqchiman. Mana shu plusni bosib olamanda, aytaylik endi mana bu toshni mana belgilayman. Bu toshni ham ushlab berdi. Yoki bo'lmasa mana buni joyda ham ishlaydi.
Bunda endi ishlamaydi, chunki bu yerda bitta obyekt turibdi. Bunda endi qanaqa joyda ishlashi mumkin? Misol uchun mana shu joyda faqat mana shu mashinaning ruchkasini ushatib olmoqchiman. Shuning uchun bu mana shu instrumentni olamanda tortaman. Mana ruchkasini iloji boricha ushlab ber. Mana shunaqa holatlarda ishlaydi bu. Aytaylik, rasmimizda bir nechta obyekt turibdi. Biz bitta obyektni ushlamoqchimiz. Shunaqa holatlarda ishlaydi bu. Mana shu tarzda, misol uchun mana shu ga qo'shimcha tarzda mana shu toshni ham ushlamoqchiman. Plyusni bosib olamanda buni belgilayman endi. Mana shu tarzda ishlaydi bu. Ctrl J deb bosadigan bo'lsa, mana ko'payadi. Hop, bu instrument mana shu tarzda ishlaydi. Endi uni pastidagi instrument Quick Selection Tool. Bu ham mana bu qanaqa ishlaydi? Buni ishlashligi uchun mana olamizda tortamiz mana. Tortamiz. Mana to'xtayapti bu. Qayerga borib to'xtayapti mana. Chegaralarga borib to'xtayapti mana. Ya'ni bu joyga kelgandan keyin mana ranglar bir-biri bilan mana umuman boshqacha tarzda bo'lib ketyapti. Shu joyga mana kelganda to'xtayapti. Buni ham mana xuddi shunaqa plyusi, minusi bor. Mana shunga qo'shimcha tarzda chizmoqchiman. Plyusni bosib olamanda, mana bunday qilib yurgizadigan bo'lsam, mana bu yerga kelib yana to'xtayapti mana. Bu joyga kelib to'xtayapti. Ya'ni chegaralarga kelib turib to'xtaydi bu mana. Yoki bo'lmasa mana bu rasmdan nima keltiradigan bo'lsam, misol keltiradigan bo'lsam, aytaylik mana shu rasmdan misol keltiradigan bo'lsam, endi bu instrumentni olib, aytaylik mana shu bolani o'zini futbolkasini belgilab olmoqchiman. Bu futbolkasini kesib olmoqchiman yoki bo'lmasam rangini o'zgartirmoqchiman. Belgilayman. Mana bunday qilib yuradigan bo'lsam, mana bu joyga kelyapti, to'xtayapti. Chegaralarga borib to'xtayapti. Shunga qo'shimcha tarzda mana tepadan plyusni bosib olamanda, pastini ham qo'shmoqchiman, buni belgilayman. Ctrl J deb bossam, mana o'sha bolani futbolkasini kesib oldim. Yoki bo'lmasam aytaylik, mana bu kiyimini kesib olmoqchiman. Mana shu instrumentni olamanda, mana yurgizaman mana. Yurgizdim, mana ushayapti futbolkasini, ko'ylagini mana. Ctrl J deb bosadigan bo'lsam, mana ko'payadi. Tak, mana shunaqa holatlarda ishlaydi bu. Chegaralarga kelib yoki bo'lmasam mana fonga bossam, mana fonni ushaydida kelib turib, mana bolaga o'sha odamga kelib turib to'xtayapti mana. Chunki bu joyda uje ajralyapti-da bular bir-biri bilan. Chegaralarga to'g'ri kelib to'xtayapti mana. Endi Ctrl J deb bosadigan bo'lsam, fonni ko'paytirib oladi. Chunki men hozir ushlaganimda fonni ushlayotganim, ya'ni belgilaganda fonni belgilayapman mana. Fonni belgilayapman, bolani emas. Buni bolaga o'tkazib olishligim uchun, ya'ni odamni kesmoqchi bo'lsam, inversiya qilib olishim kerak. Ya'ni inversiya degan narsa bor. Select ga kiramizda, mana inversiyani bosamiz. Garaj klaviaturasi Shift Ctrl I. Shuni bossak mana inversiya bo'ladi. Endi Ctrl J deb bossam, mana bola ko'payadi mana. Inversiya dedimmi, mana shu garaj klaviaturasidan o'rganib olamiz. Misol uchun mana inversiya naborot qilib beradi. Misol uchun mana bolani futbolkasini belgiladim. Endi mana Shift Ctrl I deb bossam, futbolkasini emas, boshqa polni joyda belgilayman.
Ctrl J ni bossam, futbolkasidan boshqa hamma joyda ko'paytirib berdi. Yani inversiya, ya'ni naborot, ya'ni mana bu holatda mana fonni belgilab turibman. Ctrl J ni bossam fon ko'payadi. Mana yoki menga fon kerak emas. Men fonni ushlab oldimda odamni kesmoqchiman. Inversiya qilamanda select inversiya. Ctrl J ni bossam mana endi bola ko'payadi. Hozir 1 minut. Hop, endi keyingi instrumentga o'tamiz. Uni pastidagi instrument juda ham kerakli, juda ham zo'r instrument, Magic Wand Tool. Bu adnotomniy ranglar bo'yicha kesib beradi. Misol uchun mana shu instrumentni olib, endi mana bir marta o'sha bolani foniga bosadigan bo'lsam, mana polni ushlab oldim. Chunki bolani orqasidagi rang bir xil rangda turibdi. Endi mana o'sha qo'ltiqlarni olasi qolib ketyapti. Buni qo'shib olishlik uchun bunday mana qo'shuv bor, minus bor. Qo'shuvni bosamizda mana o'sha joylarga bosamiz. Mana bu yerga bosdim, bu yerga bosdim. Buni ham mana xuddi shunaqa Ctrl J ni bosadigan bo'lsam, fonni ko'paytirib oladi. Chunki men fonni ushlab turgan edim. Fonni ushlab turganimni qayerdan bilyapman? Mana bu chekalari ham, ya'ni o'sha ishlayotgan oynami chekasi ham mana select holatda turibdi. Endi buni inversiya qilib olishim kerak. Select inversiya mana. Inversiya qilsam mana bolaga o'tadi endi. Ctrl J ni bosaman, mana pastdagini ko'zini o'chiraman. Mana bolani kesib oldim. Bu instrument mana shunaqa holatlarda ishlaydi. Lekin mana bunaqa rasmlar bizga keladigan bo'lsa, endi bu yerda Magic Wand Tool ishlamaydi, Quick Selection Tool ham ishlamaydi. Chunki misol uchun mana Quick Selection Tool'ni oldimda, mana misol uchun belgilab ketyapman bolani. Mana ushadi bu joygacha. Yana belgilaydigan bo'lsam, mana fonga o'tib ketib qoladi. Chunki bu joyda mana chegaralar yaxlit bilinmagan. Ya'ni bolani kiyimi ham, o'sha ko'ylagi ham oq rangda, orqadagi rang ham oq rangda. Shuning uchun mana bu instrumentlar ishlamayapti mana. Belgilab ketyapman. Mana ishlayapti. Lekin mana buni ham qo'shib oladigan, qo'shmoqchi bo'lsam, mana o'sha fonga o'tib ketib qolyapti. Buni qiyin bunaqa vaziyatlarda kesish. Endi bu joyda qanaqa instrument ishlaydi? Endi bu yerda faqatgina lasso ishlaydi. Lassoni olamizda erinmasdan mana atrofini kesib chiqishimiz kerak. Mana shunaqa holatlarda mana qaysi instrument bizga asqotadigan bo'lsa, o'sha instrumentni olib kesa olamiz. Misol uchun bu rasmda lasso udobniymi? Lassoni olamiz. Mana bunaqa rasmlarda misol uchun Quick Selection Tool udobniymi? Quick Selection Toolda kesib ketamiz. Yoki bo'lmasam manaqa rasmlar bo'ladigan bo'lsa, Magic Wand Tool udobniymi? Magic Wand Toolda olib kesish udobniymi? Magic Wand Toolda olib kesib keta olamiz. Mana shu rasmga qarab turib, analiz qilib, qaysi instrument udobniy bo'lsa, o'shanda olib kesib keta olamiz. Misol uchun mana bu rasmda mana bunaqa rasm bo'lsa, bunda endi faqat lasso ishlaydi. Lassoni olib, bunda ham chizganda ham sal ichkariroqdan chizsak, o'sha oq foni chiqib qolmaydi. Oq foni chiqib qoladigan bo'lsa, u keyin yana oq joyini yana o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun kesayotganda salgina ichkariroqdan kesa olamiz. Mana juda ham ozgina. Endi ichkarida deganda qosh ko'z burunlarini yo'q qilmasdan faqatgina mana salgina ichkariroqdan kesamiz.
holatlarda lasso kerak bo'lsa lasso, boshqa instrument misol uchun asqotadigan bo'lsa o'sha rasmga qarab turib qaysi instrument kerak bo'lsa o'shani ishlata olamiz. Misol uchun aytaylik, bitta instrumentga qo'shimcha tarzda keyingi instrumentni ham qo'shib olsak bo'ladi. Misol uchun mana Mercury Selection toolni oldimda bolani misol uchun futbolkasini belgilatdim. Misol uchun mana bu joyi ozgina qolib ketib qoldi. Lassoni olib turib shu joyga mana keyingisiga lassoni ishlatib olsam bo'ladi. Mana misol uchun qo'shishim kerak, lassoni oldimda qo'shuvni bosib, mana bu yerda bunday qilib qo'shib qo'yadigan bo'lsam, ya'ni birinchi instrumentga, bitta instrumentga qo'shimcha tarzda keyingi instrumentni ham ishlatib olsak bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda ham qo'shib olmoqchiman aytaylik. Mana qo'shuvni bosamanda lassoda turibman, qo'shib keta olaman. Yoki ayirmoqchiman, lassoni ayiruvga qo'yib olib turib shu tarzda mana ayirib tashlasak bo'ladi. Xo'p, buguncha yetarli. Keyingi instrumentlarga boshqa darsimiz yo'lida o'tamiz. Mana shu bugungi darslarimiz bo'yicha mana shu rasmlarni qirqib, screenshot holatda gruppamizga tashlaymiz. Xo'p, mana shunaqa holatda mana PNG qilib saqlanib qilishimiz shart emas. Agar PNG qilib saqlanib qilmoqchi bo'lsak ham, misol uchun mana Magic Tool'ni oldim. Mana Magic Tool'ni bosdim fonga. Bu joylarni mana qo'shib oldim. Inversiya qilaman. Ctrl Shift I, Ctrl J deb bosib ko'paytirib olaman-da. Buni ko'zini o'chirib turib, endi buni PNG holatda saqlanib qiladigan bo'lsak, ya'ni orqalarini yo'q holatda saqlanib qilmoqchi bo'lsak, faylga kiramiz, Save As bosamiz. Save As bosamiz va misol uchun рабочий stol kerak bo'lsa, рабочий stol yoki bo'lmasa qayerga kerak bo'lsa shu joyni belgilab turib, formatini PNG qilib saqlanib qilamiz. Shunda o'sha orqalarini rangsiz holatda, prozrachniy holatda saqlanib qilib beraman. PNG qilib saqlanib qilib gruppaga tashlaydigan bo'lsak, o'sha kesilgan formatda keladi. Mana shu tashlagan rasmlarimni hammasini kesib ko'ramiz. Faqat buni qizni rasmi ham ketib qolgan. Buni keyingi darsda o'tamiz. Bu holatda sochlarni qanaqa qilib kesib olishlaydi. Mana shu toshlar, ikkita bola va ikkita mashinaning rasmi. Shu домашний задание bo'ladi. Mana shu rasmlarni kesib gruppaga tashlaymiz. Hop, bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha hozir o'sha gruppaga tashlab qo'ya olaman. Darsligimiz videosini ertaga HD variantini tashlab qo'yaman. Hammaga xayrli tun, yaxshi dam olinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.